so'zlarni yozdirgani bejiz emas balkim. Ushbu ulug'vor g'oya inson qadr-qimmatini oliy darajaga ko'tarish borasidagi amaliy harakatlarimiz poydevoriga aylandi. Hali huquq madaniyati bizda rivojlangan. Barcha moddalarni haqiqatda shuur qilish shart. Jamiyatimizda iymon va madaniyat shakllantirmas ekanmiz. O'zgarmaydi. Huquq va erkinlik bilan birga hammamiz javobgarlik va mas'uliyatni chuqur tushunish zarur. Bilimli avlod buyuk kelajakni, tadbirkor xalq farovon hayotni, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotni kafolat eng sara qonunlardan qomusim oftobiro'ya yozilgan tilla harfdan bizning konstitutsiya. Bering bir ahamiyat, jamdir davlat jamiyat, har modda yuksak niyat bizning konstitutsiya. 8-dekabr doim qilingan qadr, ozod vatan haqdadir bizning konstitutsiya. Bayroq nima, gird nima, vatan nima, yurt nima, so'ra undan tortinma bizning konstitutsiya.